Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda tovar belgilarini rasman ro'yxatdan o'tkazib, patent olmasdan faoliyat ko'rsatsak, qanaqa xavflar yuzaga kelishi mumkin? Shu haqida birgalikda maslahatlashamiz. Men Norman Fabral Amerikolovich, rasman litsenziyaga egaman patent vakiliman va Sfera patent kompaniyasining asoschisiman. Bizlar 4 yillik faoliyatimiz davomida 700 dan ortiq tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishda amaliy yordam berib kelganmiz. Endi brendlarni, tovar belgilarini rasman ro'yxatdan o'tkazmoqchisiz. Lekin hali o'tkazmadingiz, keyinga so'rab yuribsiz, lekin faoliyatingiz davom etyapti. Bu holatda qanaqa xavflar sizga yuzaga keladi? Siz o'zingiz anglamagan taqdirda ham, ya'ni tovar belgisidan noqonuniy kontrafakt foydalanuvchi ham bo'lib qolishingiz mumkin. Siz kimnidir huquqini poymol qilish niyatingiz bo'lmadi. Kimnidir nomini olib qo'yish niyatingiz bo'lmadi. Siz prosta o'zingizga yoqqan bitta nomni o'z brendingiz sifatida foydalanishni boshladingiz va faoliyat ko'rsatishni boshladingiz. Lekin bu amaldagi tovar belgilari to'g'risidagi qonunga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham, fuqarolik kodeksida ham, hamda yaqindan o'sha amalda bo'ladigan jinoyat kodeksi talablariga ham zid. Ya'ni brend egasi, tadbirkorlar, freelans bo'ladimi, biznes egalari bo'ladimi, ularda majburiyat bor. Endi tovar belgilarini, o'sha brend nomlarini shundoq olib foydalanib keta olmaydi. Ya'ni majburiyat nimadan iborat bo'ladiki, bu siz tanlagan brend nomi boshqaga tegishli bo'lgan mashhur bir kompaniyalar, firma nomlari emasmi? Bu siz tanlagan brend nomlari boshqalar tomonidan oldinroq patentlanib olinmaganmi? Yoki o'sha tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish uchun rasman talabnoma topshirilmagan. Bu holatda o'rganishingiz kerak. Ana undan keyingina siz undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi masalan tasavvur qilaylik, siz nom topdingiz. Shu nom Nora. Norani siz nima qilasiz? Birinchi ijtimoiy tarmoqlarni tekshirib ko'rasiz. Ijtimoiy tarmoqlarni tekshirdingiz, qarasangiz Nora degan bor, aynan siz yo'nalishingizda, lekin siz keyin shunga o'zgartirish kiritaman desa, "My Nora" deb qo'yasiz. Natijada demak, meniki boshqa bo'ldi-ku deysiz, bemalol faoliyatingizni ko'rsatishni boshlaysiz. Lekin tovar belgilari to'g'risidagi qonunda, ya'ni sizning so'zli elementingizdan bittasi boshqa tovar belgisi egasini, ya'ni o'sha brendi bilan bir patenti bilan bir xil tushib qoladigan bo'lsa, siz huquqbuzar bo'lib qolasiz. Ya'ni bu holatda ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, YouTube qidiruv tizimlarini tekshirib, undan xulosa qilib brend nom tanlash juda katta xatolikka va juda katta ertaga jarimalarga va huquqbuzarliklarga bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Qanaqa choralar ko'rilishi mumkin? Ya'ni kontrafaktni o'zingiz bilmagan holatda ishlatib qo'ygan taqdiringizda. Ya'ni tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risidagi qonunning 37.1-moddasiga asosan kontrafakt tovarlardan foydalanuvchilarga nisbatan, ya'ni moliyaviy sanksiyalar belgilangan. Bu bazaviy hisoblash miqdorini 100 baravardan 200 baravargacha. Hozirgi kun bilan agar o'lchaydigan bo'lsak, bu 82 million so'mgacha degani. Moliyaviy sanksiya. Bu bilan tugadimi? Yo'q. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 177-moddasi va 177-moddasiga asosan kontrafakt mahsulotlar, qurollar, ashyolar musodara qilinadi endi. Musodara qilinib, endi ma'muriy javobgarlik summasi ham bor alohida. Ya'ni ma'muriy javobgarlik ham tortilasiz. Bundan tashqari fuqarolik kodeksiga asosan, ya'ni boshqa tovar belgisida ishlatib qo'ydingiz va unga nisbatan qanaqadir zarar keldi yoki foyda boy berildi. Siz bozorga mahsulotni chiqarganingiz sabab natijasida u sizdan o'sha zararni yoki boy berilgan foydani undirib olish bo'yicha da'vo qilishi mumkin yoki uni o'rniga 1000 baravargacha sizdan tovon puli, ya'ni kompensatsiya talab qilish mumkin sud orqali. 1000 baravaringiz 412 milliongacha bo'ladi. Shu vaqtgacha bizda faqat ya'ni o'sha moddiyat bilan bog'liq bo'lgan jazo turlari bor edi, bu jarimalar, moliyaviy sanksiyalar. Endi rasman 8-noyabr kunida Jinoyat kodeksiga yangi modda kirib kelgan va rasman ishlashni boshlaydi. Bu 149-122-modda. Bunga asosan endi faqat ma'muriy javobgarlik bilan moliyaviy sanksiyalar cheklanmasdan, balki boshqa tegishli bo'lgan tovar belgilaridan foydalanib qo'ysangiz, natijada ko'p miqdorda zarar yetkazib qo'ysangiz, sizga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin, do'stlar. Shunday holatlar yuz berdi deylik. Sizga nisbatan da'vo qo'zg'atildi, sizga nisbatan huquqiy ta'sir choralari qo'llanildi. Shu bilan cheklanib qolinadimi? Qaysi ma'noda? Ta'sir nuqtai nazaridan ha, lekin moliya, sarmoya nuqtai nazaridan-chi. Siz shu vaqtgacha bozorda 3 yilgacha faoliyat ko'rsatib kelgansiz. O'rtacha holatda qadoqqa, dizayn, etiketkalarga, marketingga, SMMlarga, targetlarga umumiy ma'noda bir $2000 pul
sarf qilib kelgansiz. 1 yilga oladigan bo'lsangiz bu 24 ming dollar. Agar 3 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsangiz, demak bu 60 ming dollardan ortiq bo'ladi. Ya'ni 70 ming dollarga yaqin pul bo'ladi. Endi 70 ming dollar pul, ya'ni siz nomingizni tanitish uchun faqat xizmat qildingiz bozorda. Endi nomingiz o'zgargandan keyin, естественно, nima bo'ladi? O'z-o'zidan yangi nom ostida yana yangi marketing xarajatlar qilishingiz kerak bo'ladi. Shuncha yil davomida qilgan hamma xarajatlaringiz o'zi yana nolga teng bo'lib qoladi. Sizga nisbatan huquqiy ta'sir chorasi qo'llanilgandan keyin yana bitta buni oqibati borki, o'sha vaqtgacha ishlatib kelgan bo'lsangiz, masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi nomlaringiz, saytlardagi, prezentatsiyalardagi, formalardagi yoki mashinalar va tentlarda, tashqi reklamada ishlatib kelgan hamma narsani o'zgartirishga majbur bo'lasiz. Bular hammasi nimaga borib taqaladi? Ya'ni o'sha mablag'ga, ya'ni yana qo'shimcha sarmoyaga borib taqaladi. Do'stlar, o'sha boshida arzimagan tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishganda boshqa narsalarga emas, aynan tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishga fokus qaratish kerak. O'rtacha biz hisoblab chiqqanda, ya'ni tovar belgilari 10 yil muddatga beriladi. Siz 10 yil muddat davomida bir marta tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish uchun o'sha davlat boji va xizmat haqlarini to'laysiz. Lekin buni oylarga agar bo'lib hisoblaydigan bo'lsangiz, bu o'rtacha 82,5 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Bir oyga. Faqat siz o'shani oldinroq to'lab qo'yasiz. Va xuddi shu holatda, ya'ni xavflardan, ya'ni o'sha ehtiyotsizlik oqibati yoki harakatsizlik oqibatida sizga nisbatan har qanday ta'sir choralari yoki jarimalar, moliyaviy sanksiyalar, sudma-sud yurishlar, ertaga qo'shimcha jinoiy ishlar qo'zg'atilib tergov yurishlar yoki shu tayyor chiqarib qo'ygan ming dollarlab, 10 ming dollarlab qadg'olar, upovkalar, etiketkalaringiz misol yoki mahsulotlaringiz musodara bo'lib ketmasligini oldini olish maqsadida tovar belgilarini albatta ro'yxatdan o'tkazish qo'yish kerak. Do'stlar, agar sizlar tovar belgilarini rasman ro'yxatdan o'tkazgansiz, patent olgansiz, lekin sizni kontrafakt boshqa insonlar, ya'ni xuddi shunaqa holatda sizga o'xshash nomdan foydalanib yurgan bo'lsangiz, ya'ni bitta o'sha yo'nalishingiz bo'yicha va unga nisbatan qanday huquqiy chora ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizning Sfera kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki teskarisi sizga nisbatan qanaqadir taqdimnomalar yoki ta'limnomalar kelgan bo'lsa, sizni huquqlaringizni himoya qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham Sfera patent kompaniyasiga murojaat qilsangiz, men shaxsan Abror Amirqulov sizga bu borada doimiy yordam berib kelaman. Do'stlar, yana kelgusida foydali insightlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni sahifamizga obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.